Men bilan ichimlik ichishga. Nima deysiz? O, qanday yoqimli odam. Meni xohlayotganingizga ishonchingiz komilmi? Haligi. Bo'lishi mumkin emas. Nimadir bo'ldimi? Haligi, bu nima? Ha, buni payqadingizmi? Bu o'sha kecha chiqqan yangi rang. Yangi rangmi? Bu nima, modami? Shunaqami? Bu axir burun pufakchasi. U haqida bilasanmi? Bu shahar markazida mashhur moda buyumidir. Ular oddiy buyumlar, shuning uchun ularni saroyda hech kim ishlatmaydi, lekin ayollar ularni juda yoqimli deb bilishadi. Ayollar dushmanida bo'lmagan har qanday narsani yoqimli deb atashadi. Sizga ular yoqmadimi? Buni nimasi yaxshi? U shunchaki odamni ahmoq qilib ko'rsatadi. Lekin ular yoqimli. Bu ahmoqlik. Unda uni menga berasizmi? Men uni siz uchun taqib yuraman. Kerak emas, hech qachon ularni taqma, Magi. Hammaga ayt, bugundan boshlab bular taqiqlanadi. Sizni tushundim. Qiz qanchalik yoqimtoy bo'lsa ham, bunday narsalarni taqish hammasini yo'q qiladi. Bu sayyoradagi modaga nima bo'ldi o'zi? Domenim bo'ylab sayr qilganimda hayratda qoldim. Biror bir muammoga duch keldingizmi? Unda ilmiy fantastikadan hech qanday asar yo'q edi. Bu dunyo futuristik, ilmiy fantastika bo'lib, yana kamga bu yerda sehr bor. Shuning uchun men atrofda juda ko'p shahvoniy ayollar bo'lishini kutgan edim. Lekin men topganim faqat brusharlari. Shahar ichidagi kiyimlarga toqat qila olaman, lekin plyajlarimiz va hovuzlarimizga nima bo'ldi? Nima uchun plyajlardagi suzish kiyimi butun tanani qoplaydi? Nega ular terini ochiq qoldirmaydi? Ko'rishdan zavqlanadigan hech narsa yo'q edi. Hozirda domenimizda moda bo'lgan suzish kostyumlarini aytyapsizmi? Ular barcha ultra binafsha nurlarni to'sib qo'yadigan sifatli mahsulotlardir. Ular meni shahvatimni ham to'sib qo'yapti.